Hozir emas, iltimos. Buncha odam yana Kunimiz o'zligi chaqirtirishadi. Olma yigitni da'vat qilinglar. Labe boshliq. Assalomu alaykum hammaga. Nimalar bo'lib ketdi? Hozir chiqdik mana. Xato bizdan o'tdi. Endi Muskul Food do'koni mana shunaqa tadbir bo'lishidan oldin qonun qoidaga rioya qilib ichki ishlarga xat bilan chiqish kerak edi. Bular bunchalik odam bo'lib ko'payib ketishini umuman xayoliga ham kelmaganda, shu uchun xat bilan chiqishmagan. Nima bo'ldi ish qilib juda ham ovora qildik ichki ishlarni. Endi sababchi biza video bilan biz chaqirganmiz. Uzrni so'rab, tushuntirish xati yozib, qaytib takrorlanmaydi deb bunaqa qilmaymiz ham. Undan keyin bilib oldik. Qilinadigan bo'lsa qonun qoidali qilinadi. Sizlardan uzrimiz, odam silishkum ko'payib ketdi. Tarqatishni boshlay olmadik ham. Boshlaganimizda urush janjal bo'lib ketishi mumkin edi, shu uchun hammaga rahmat. Hammadan uzr so'raymiz.